Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, aziz vatandoshlar. Mana o'tgan yili sizlarga videosini ko'rsatgandim buni. O'yma payvand haqida. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta daraxt. Mana to'rtta shox taqilgan, to'rtalasi ham olgan edi. Biz buni kamaytirmadik, sabab shu o'rtalikda yopish kerak edi. Kallus yopmadi, shu uchun yopmadik. Buni asosiy liderga berdik. Liderimizda kesib tashladik tepasini. Chunki bu yerda boyagi aytganimdek yovvoyi ko'zlardan chiqqanligi uchun erkak ko'zlardan qoldirgan edi. Endi mana yerdan kesib qo'ydik. Uni nasib qilsa chiqaradi, chiqarmasa ham xudodan buyog'i. Xo'p, yon shoxlari mana meva gullab yotibdi. Etap meva novda chiqazyapti, gullayapti. Novda chiqazyapti, gullayapti mana. X185 bu. Bular changlangan. Xo'p, bu ayni changlanish davrida. Mana bu yerdagisi changlanmasdan to'g'ilib ketgan. Ya'ni yog'ingarchiliklar kuchli bo'ldi, shu sababdan changlanish biroz qiyin bo'lyapti. Ya'ni erkak gullari nobud bo'lib ketdi ko'p daraxtlarimizda. Endi bu yog'i Allohdan, agar changlanib ushlab qolsa mevasi davom etadi, yo'qsa iloji yo'q, ularni kamaytiramiz. Ya'ni hozir yozgi abreska degan masala bor. Yozgi abreskada bular shoxlarni kamaytirishimiz kerak. Ko'rib turibsiz, o'ta ko'p novda surib olgan. Bizga keraksiz bo'lgan novdalar ham juda ko'p. Bizga asosiy yon shoxlarimizni olsak, yon shoxlarimizda bo'ladi. Tepaga o'sganlarni ham qisqartiramiz. Bularni bunimizda esa mana ko'rib turibsiz. Tepaga ketgan, yonboshga ketgan, o'sha yonboshga o'sgan shoximizni qoldiramiz. Bu hali ancha bor, gideta iyun-iyul oylarida qilamiz. Bu shoxlarni ham esa shu yerdan olib tashlaymiz, chunki mana ko'rib turibsiz. Ikkita xira olyapti, uzr. Shu qalamchamiz shu yerdan kesib tashlaganmiz, bu yerdan novda surgan. Buni ham mana bu yerdan kesgan edik, tepasini olib tashlagan edik. Bu yerda yonboshdan chiqqan shoxdan qoldirdik. Yon shox sifatida bularni ham siyraklatamiz. Iloji yo'q endi. Bunga oshiqcha novdani keragi yo'q. Asosiy mevali ko'zlar qolsa bo'ldi. Bu yerdan esa mana bu novdani qoldiramiz, chunki asosiy anovi mana bu erkak ko'zlar hisoblanadi. Ularni etap o'ldirib yuborilaveradi. Chunki bizga umuman keragi yo'q. O'sish uchun bitta qoladi. Bu hozircha qaysi changlanib ushlaydi. Misol uchun bu changlanib ushlasa qoladi. Bittasini olib tashlaymiz mana. Unutmang, yong'oqlarda, serhosil navlarda har doim changlanishdan keyin xoh u mevasini ushlasin, ushlamasin, mana shunaqa egiz novda chiqazadi. Sizga mana bu yerda ham aytdim-ku mana. Mana bu changlanmagan, mevasini to'kib yuborgan. Bu yerdan chiqaryapti, mana bu yerdan yonboshdan yana chiqaradi. Mana bu ikkita bo'lgan. Bittasi to'kilib tushgan changlanmasdan. Mana bitta novda, mana qo'shimcha novda. Bular hozir yo'li bo'lmaydi, juda mo'rt bo'ladi bular. Mana bu ham yaqinroq qilib ko'rsatsam, mana ikkita meva solgan, bittasi changlanmagan, bittasi changlangan. Bu esa yonboshdan chiqargan. Ularni ham bittasini qoldiramiz, bittasini olib tashlaymiz. Shunday etap yoz davomida mana bunaqa yovvoyi anovlarni, erkak novdalarni o'ldirib yuborishimiz kerak. Mana uzr, mana shu erkak novdalarni o'ldirib yuborishimiz kerak, sabab o'sha hosildorlik yuqori bo'lish uchun. Mana ushlagan mevalar ushlaydi, ushlamaganlar ushlamaydi. Bunimiz esa o'zimizni bitta mahalliy bitta karligan og'imizdan olib qo'yganmiz. Bu ham o'ta serhosil. Mana bunimiz esa juda yuqori hosil beradi bu. Buni ham bu yil changlanishda muammo bor. Mana hali ham gullab, hali ham meva solyapti.
Bular changlanishdan o'tib bo'lgan, mevalarni ushlagan. Bu hech bir novdasini mevasi qoldirmaydi. Ko'rib turibsiz. G'ujun hosil beradi. Hammasi kamida 2 talik bo'ladi mana. Bu yerda meva to'kilib tushgan mana. Joyi. Changlanmagan, to'kilgan. Bu yerda ham xuddi shunday mana. 2 talik bo'lgan. Mana changlanmagan, to'kilgan. Bu ushlagan. Mana etap buni shunchalik yaxshi tomoni shundaki, bu yong'og'imizda gidita 1 oy ziyod gullash davri bo'ladi. Qo'shni zaboridan ham oshib o'tib ketgan. Bu yoq qo'shni haq. Bu yon navimizdan ham bog'imizga paymant qildik. X185 va shu navimizdan ko'paytirdik. Bu navimiz ham o'ta serhosil, o'ta mevasi ham, kalibri ham, ichi oqligi ham juda zo'r. Gullash davri o'sha kelingani yomg'irlar bo'lsin, misol uchun aprel oyida sovuqlar bo'lsin, baribir keyinchalik yangi novda chiqarib, yangi meva solib ketaveradi. Har bir chiqargan novdada bittadan yo ikkitadan har doim meva bo'ladi. Shunaqa xususiyatga ega bo'lgan yong'oq navimiz. Deylikki, ba'zi hududlarda kech uyg'onishi mumkin, lekin shunda ham meva soladi. Changlanishda gap. Agar changlanmasa, meva tushadi. Hosildorlik tushadi.